Assalomu alaykum. Sizlar charchagansiz, sog'lig'ingizda yaxshimi? Bugun men har doimgidek avtogarajga keldim. O'zim shu yerdaman. Pastidan bugun anchadan kelmayotgandim. Ani mashinani o'zi olib keldi oxiri. Mashina pitillab qoldi. Esim chiqib qoldi. Birinchi yangi injeksiya apparat oldim mana. Injeksiya apparat. Horma Abduvohid, kimsan charchagansan ukam? Nima harakat boshlandi yana? Injektor tozalash. Injektor matizim ucharkanda xudo xolisa 92 qo'yardim. Mana nima bu? Endi libu mashina qilaman deb hamma mashinani cho'chib tashlading, mana? Ey gap. Xudo xolisa. Noldanmi? Ha, noldan. Nimalarni qilyapsan yana? Elektrikasini polni qilib Polni, ha? Chiqsa yana bitta o'pishib ko'rsatamiz, xudo xolisa. Ani oxirgi cho'ta Instagramimiz cho'ta yaxshi yurmayapti, bilasam, bu degani ani yana bitta yaxshi harakat qilishimiz kerak, ishni boshlashimiz, ishni oxirgi qo'ymay qo'ydik. Bu yog'iga yana dashi qo'yamiz, ishimizni cho'tkisini olib boramiz. Mana xudo xolisa. Like, podpiska bosh esdan chiqib qolmasin. Bu yog'iga o'zimiz cho'ttamiz yani.